Kontraktim qolganini tezroq to'lash kerak ekan. Bo'ldi, bugun prorabdan so'rab ko'raman. Har doim shunaqa deysiz. Tezroq to'lamasak men imtihonga kira olmayman. Vahima qilmagin, harakat qilaman deyapman-ku. Bitta kursdoshlarimiz bilan o'tirishimiz bordi, shunga pul bering. Shuni olib tur. Telefonimni ertaga yoqarman. Shunga ham kam berasiz. Mayli, yaxshi boring. Hop. Jasur aka, qolgan pulimni oldindan berib turasizmi deb so'ramoqchi edim. Men ham hali qo'limga pul olganim yo'q. Tinchlikmidi? Keliningizni kontraktini hozir to'lamasam bo'lmas ekan-da. Shunga bir ilojini qilsa yaxshi bo'lardi, aka. Meni bitta san uchun xo'jayin kirib yalinishim qoluvdi. Haliroq so'rab ko'raman, ish qilurchi. Xo'p bo'ladi. Mazza qilib o'tirdi o'zi ham. Hey, yeb bo'ldinglarmi? Tezroq ish qilish kerak, turlaring davay. Hey, san ham tez-tez ovqating ye, telefon qilolmasdan. Mana shu ovqatingizdan berasiz, faqat yog'sizroq qilib bering. Keyin konditsionerni sal pasaytiring, urib yubordi. Bergan pulingiz aytgan ko'lamga yetmayapti. Aytdim-ku sizga. Kartamga pul tashlab yuboring. Men blogerlarni qarang, xotiniga har kuni gullab berib romantika qiladi. Siz romantikani ham tushunmaysiz. Bir kun tushunib qolarmiz. Bir kun tushunib qolarmiz deb o'tirmasa yaxshiroq harakat qilish kerak-da. Shuni to'lab turaylik. Qolganini yana bir kunda qilib beraman. Bugun ishlatganingizni ko'rib qoldim. Biz uchun shuncha mehnat qilayotganingizni bilmasdan noshukrchilik qilganim kechiring. Rahmat sizga. Nimaga rahmat deysan, voy? Erkakman-ku. Vazifam bo'lgandan keyin qilaman-da. Boringizga shukr.